Lacetti 1.6 ni vashi tinig'ini so'ragan okalarim uchun 2013-yil ishlab chiqarilgan Lacetti 1.6 mashinamiz. Mashinamiz vash ideal holatda turibdi. Delfin rang holatini bitta ko'ringlar. Mana hollari nima deyapti? Hollargacha turibdi. Balonlarimiz ideal holatda. Oynalarimiz ham but-butun ekan. Hop, salon qismiga kelganmiz. Juda akkuratni saqlabdilar, gap yo'q mashinaga. Yurgan probegimiz 339.572 ekan. Mana mashina bitta holatini ko'ringlar. Baho beringlar. Lacetti'ga ulgurolmay qo'ygan akalarim uchun maxsus avtomat korobka. Mashinamizda qo'shilmish 4-chi paketli gazlari ham bor ekan. Xo'p, kraskasiga kelganmiz, kapot, krilo, orqa krilo da bor ekan. Optira faralida. Mana mashinamiz ko'ringlar. Ideal bo'lib turibdi. Mana shu ikkita eshikning pastida bor ekan. Ichiga o'tmagan deyaptilar. Motor ходовой korobkasi hech qanaqa ish yo'q deyaptilar. Bu mashinamizni sizlar olib mazza qilib haydashingiz uchun 6550 bosib oringlar.